Assalomu alaykum azizlar. Biz hozir DMC klinikasining Darxon filialidamiz. Darxon filiali joylashishi juda ham yaxshi joyda joylashgan. Mana hozir orientiri shifokorimiz Sherzod aytib beradilar. Darxon filialimiz juda zo'r joyda joylashgan, qulay joyda joylashgan, shahar markazida. Bu yoqda Basri Bobo kafesi, bu yoqda Hamid Olimjon maydoni, Akay City va Alayskiga ketaverish katta yo'lni bo'yida joylashgan. Juda ham qulay joyda va mashinalar uchun ham keng stankalarimiz mavjud. Bu Darxon filialida hozirgi kunda juda ham yaxshi ishlar qilinyapti. Ya'ni ana shu hozir juda ko'p gapirilayotgan tungi linzalardan haqiqiy shug'ullanadigan va vision terapiya degan eng yangi hozirgi usuldan foydalanadigan O'zbekistonda yagona shifokorimiz oldiga keldik. Hozir ichkariga kiramiz. Sizlarni juda ko'p yuborgan savolingizlarga chiroyli qilib javobli berishga harakat qilamiz. Azizlar, hammamizga ma'lumki, hozirgi kunda bolalarimiz orasida miopiyani uzoqni ko'ra olmaslik kundan kunga ko'payib boryapti. Buning sabablari ham hammamizga aniq aslida. Lekin hozirgi kunda buni asoratsiz bu bolalarni davolash, ya'ni kelajakda ular invalid bo'lib qolmaslikni oldini olish uchungina yagona butun dunyoda tasdiqlangan metod bu tungi linzalardir. Va mana shu asnoda juda ko'p savollar kelgan bizga va biz bu sohada 7 yildan ko'proq faoliyat ko'rsatib kelayotganimiz, ya'ni O'zbekistonda biz tungi linzalarni birinchi bo'lib qo'yishni boshlaganmiz 2019-yilda. Va bizda bu yo'nalishda tajribamiz katta va ekspert sifatida sizlarga mana shu yo'nalishdagi aniqlikni kiritib berishimiz mumkin. Darxon filialimizda shifokorimiz Sherzod Valijonovich nafaqat tungi linzalar bilan shug'ullanish bo'yicha, ya'ni O'zbekistonda yagona shifokor, yangi vision terapiya degan yangi yo'nalish bor azizlar. Bu biz 4-5 ta shifokorlarni o'qitgandik chet eldan chaqirib shifokori, lekin bu yo'nalish ancha murakkab ekanligi sababli faqat mana shu bitta shifokorimizgina hozirgi kunda shu yo'nalishni olib boryaptilar. Ya'ni eng og'ir, eng to'g'rilab bo'lmaydigan holatlarda ham shifokorimiz hozir juda yaxshi natijalarga erishyaptilar. Biz hozir sizlarni juda ko'p savolinglarga birgalashib ekspert sifatida javob beramiz, chunki biz mana shu 7 yillik ichida 3,5 mingta bolalarga tungi linzalarni qo'ydik va natijalari juda ham zo'r. Mana shu oxirgi bir necha oyning ichida esa biz o'zimiz ishlab chiqarayotgan tungi linzalarimizni ham Darxon filialimizda 200 dan oshiq bolaga qo'yildi va uni natijalari qanchalik zo'rligini shifokorimiz o'zi ham sizlarga hozir aytib beradilar. Marhamat Sherzod Valijonovich. To'g'ri aytasiz Zulfiya Ro'zmetovna. Hozirgi kunda biz klinikamizda Yevropa texnologiyalari va Yevropa dizayn asosida Lens Pro o'rta keratologik linzalarni ishlab chiqaryapmiz va bunda juda yaxshi natijalarga erishyapmiz. Oxirgi 4 oy ichida 200 dan ortiq bemorga linza podbor qildik, linza taqdik va juda zo'r natijalarga erishdik. Bizning linzamizni boshqa linzalardan nima farqi bor? Bizning linzalarimiz individualniy podbor qilinadi. Ya'ni probniy nabordan foydalanmaymiz, bemorning ko'ziga qarab o'zimiz linza ishlab chiqaramiz. Bu juda ham yuqori topografik aniqlik va xavfsizlikni ta'minlaydi bemor uchun. Biz o'zi 7 yildan beri bu sohada ish yuritamiz. 7 yildan beri tungi linzalar bilan shug'ullanamiz. To'g'ri, oldinlari linzalarni biz chet elga zakaz qilganmiz, chet eldan olganmiz. Va bu o'z navbatida o'ziga yarasha har xil noqulayliklar tug'dirgan. Juda ham katta navbat va bitta linza tayyor bo'lish uchun bemorlarimiz oylab kutishga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda endi mana shu ko'p yillik, uzoq yillik tajribalarimiz asosida o'zimizning klinikamizda, o'zimizda laboratoriya tashkil qilinib, linzalar ishlab chiqaryapmiz va bu linzalar bor yo'g'i bir kunda tayyor bo'ladi. Mana juda ko'p savollar kelganki bizga bu linzalar optika magazinlarida sotiladimi, qayerdan sotib olsak bo'ladi degan juda ko'p savollar kelgan. Shu narsa aytib ketishimiz kerakki, bu hech qayerda sotilmaydi, hech qaysi optikada hech qayerda sotilmaydi bu linza. Nimaga? Chunki bu linzalarni bu o'z oti bilan aqlli linzalar. Ya'ni o'sha bolani ko'zini tekshirib, ko'zini shoh pardasini topografiyasini o'rganilib, uni tekshirilib, keyin u kompyuter orqali apparatlarga yuborilib, chet elga biz yuborardik va u yerda yasab bizga jo'natishardi.
va aynan mana shu bemor uchun yasaladi u linza. Uni boshqa ikkinchi bemor taqolmaydi u linzani. Bu juda ko'p noqulayliklar sabab bo'lardi, chunki ba'zan oylab kutishga to'g'ri kelardi. Agarda bola linzasini yo'qotib qo'ysa yoki sindirib nimadir bir holat bo'lib qoladigan bo'lsa ham, yana u yoqqa buyruq zakaz berishga to'g'ri kelardi-da, oylab yana kutardik. Uni orasida bolani endi yaxshi bo'layotgan ko'zi yana orqaga ketib qolardi. Shuning uchun biz mana 3 yil davomida harakat qilib, hozir O'zbekistonda, O'rta Osiyoda birinchi bo'lib, ana shu Yevropa dizayni bilan mana shu Lens Pro, ya'ni yangi linzalarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Hozir bu linzalar 24 soat ichida yasab beriladi. Biz bolani tekshirib, hamma tekshiruv natijalarini laboratoriyaga yuborishimiz bilan 24 soat ichida u yasab beradi bu linzalarni. Agar qanaqadir bir o'zgarishlar bo'lib qolsa ham bolada yoki linzada, uni ham bir necha soat ichida to'g'rilab yana qo'yish imkoniyati bo'ladi. Oldin ham bo'lardi bu narsalar, lekin uni yana yuborardik, oylab kutardik bu. Mana shunday noqulayliklar hammasi yo'q bo'ldi. Qolaversa, yana albatta bu linzalarning bahosi ham chet el linzasidan ancha arzonroq, chunki biz o'zimiz buni ishlab chiqaryapmiz. Bizning sifatimiz keladigan linzalardan ancha yuqori bo'lsa ham. Mana ko'p savollar bo'ladi, linzani necha yoshdan va necha yoshgacha qo'ysa bo'ladi degan. Men bunda oldingi Instagramlarimda ham juda ko'p bu savollarga javob berganman. Mana bugun Nashirzod Valijonovich o'zlarining tajribalarini kelib chiqqan holda sizlarga yana shu savollarni yana bir marta qaytaradilar. Hozirgi kunda linzalarni 6 yoshdan qo'yish boshlaymiz. 6 yoshli eng kichkina bemorimiz 6 yoshda va yuqori yoshi chegaralangan emas. Xohlagancha taqsa bo'ladi. Minus diapazoni -9 gacha padbor qilsa bo'ladi. Eng yuqori padbor qilgan patsientimiz -9. Va undan 9 dan yuqori bo'lgan minuslarda ham biz bemorlarga kontakt korreksiyalar bilan yordam bera olamiz. Faqat sal boshqacharoq, murakkabroq linzalar yordamida. Ya'ni skleral linzalar. Skleral linzalar yordamida ularga ham -9 dan baland bo'lgan bemorlarga ham yordam berishimiz mumkin. Mana shunaqa bemoringizni bittasini aytib bera olasizmi? Mana necha ko'rib kelgan, necha qator ko'rib kelgan va skleral linzadan keyin necha qator ko'rdi? Shu -9 li bemorim haqida gapirmoqchiman. -9 bemorli patsientimiz ayol kishi 86-yilda kelganlarida ko'rish o'tkirliklari 4%, 2 metrdan shu barmog'imni sanab berdilar xolos. Va ularga demak bir qator ham ko'rmadilar. Yo'q, bir qator ham ko'rmadilar. Ularga tungi linza padbor qilishga qaror qildik, chunki ko'zlari shunga to'g'ri keldi va tungi linza taqqanlaridan keyin 2 hafta ichida ko'rish o'tkirliklari 100% ga ko'tarildi. Ana haqiqatdan bu linzalar mo'jiza deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi azizlar. Lekin ko'p odamlar bunga ishonmayapti. Ba'zan har xil qanaqadir bir shuni bo'lmaydigan savollar ham berishadi. Mana Yevropada, Amerika qarshi-ku bunga, nimaga endi bizda qo'yilyapti degan menga shunaqa savollar ham kelgan. Men bunaqangi informatsiyani qayerdan olishganman bilmadim. Chunki aynan Yevropa va Amerika va butun jahon oftalmologlar uyushmasi mana shu metodni hozirgi kunda miopiyaning yagona davosi, invalidlikning oldini olishni yagona usuli deb tan olingan va juda ko'p bu to'g'rida har xil statsiyalar, juda ko'p narsalar chop etilgan. Shuning uchun azizlar, bu bo'lmagan gap. Buni hech qanaqa zarari ham yo'q. Qolaversa, foydasidan boshqa hech qanaqa zarari yo'q. Ko'pchilik bemorlarimiz so'rashadi, bu linzalar taqqandan keyin kelajakda farzandimni lazer korreksiya qilishi mumkinmi deb so'rashadi. Albatta, aynan mana shuning uchun kerak bu linzalar. Ya'ni o'zi minus qancha o'sgan sari lazer qilish imkoniyatimiz kamayib ketaveradi. Demak, nima qilish kerak? Minus o'sishini biz to'xtatishimiz kerak. To'xtatganda ham ilmiy isbotlangan metodlar yordamida to'xtatishimiz kerak. Masalan, tungi linzalar bilan. Minus o'sgan sari bu degani ko'zi razmeri o'sdi degani. O'sgan sari ko'zi ichidagi pardalari, to'r pardasi va qolaversa shoh pardasi ham borgan sari yupqalashib ketadi. Yupqa shoh pardada lazerni korreksiya qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham kelajakda har xil ko'zi orqasiga miopiya asorat bermasligi uchun ham bunday isbotlangan, ilmiy isbotlangan metodlar kerak bo'ladi bizga. Bizda bunaqa misollar juda ko'p. Biz o'sha 2019-yildan beri bemorlarimizni, bolalarimizni shu lazer korreksiya yoshiga yetgancha tungi linzalar bilan to'xtatib turib,
ya'ni kontrol qilib 18 yoshdan keyin tungi linzalar taqishni to'xtatib, lazer korreksiya qilgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Aynan mana shu linzalarni Yevropada 20 yildan beri, Rossiyada 15 yildan beri ishlatishadi va mana shu vaqt davomida uzoq yillik tajriba asosida ko'rildiki, haqiqatdan miopiyani to'xtatadigan o'sishini va asoratni oldini oladigan yagona tasdiqlangan metod faqat shu ekanligini aynan Yevropa, Amerikada tasdiqlangan azizlar. Kunduzi taqadigan linzalar yordam beradimi degan savollar berishadi ko'pincha. Tungi taqadigan linzalar, ko'zoynak bu ko'rishga yordam beradi. Lekin bu linzalar miopiyani o'sishini to'xtat olmaydi. Uni faqatgina mana shu havo o'tkazadigan biologik materialdan tayyorlangan smart linza, ya'ni aqlli linzagina tuni bo'yi yumshoq asta-sekin shoh pardani tekislab o'zini ishini bajarish natijasida uni o'sishini to'xtatadi. Lekin oddiy linzalarda bu xususiyat yo'q. Bundan tashqari shuni qo'shimcha qilsak bo'ladi, oddiy yumshoq linzalar ko'zga birmuncha zarar keltirishi mumkin. Nima bilan? Birinchidan bu linzalar gaz o'tkazmaydi o'zidan. Xuddi salafanga o'xshab ko'z ustini qoplab qo'yadi va o'zidan gaz ham o'tkazmaydi, ko'z yoshi ham o'tkazmaydi. Shuni hisobiga shohparda har xil shohpardada o'zgarishlar keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan bu linzalarni bolalarimiz kun davomida taqib yurishadi. Ya'ni tashqi muhit bilan bevosita kontaktda bo'ladi. Agar linzani ostiga qanaqadir mikrob tushib qoladigan bo'lsa, chang tushadigan bo'lsa, ko'zda har xil keratit yoki konjektivit kasalliklari yuzaga kelishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Bunga alternativ tungi linzalarda faqat kechqurun taqib uxlashadi. Kechqurun ko'ziga taqadi va ko'zlarini yumib uxlashadi. Shuning uchun infeksiya yuqtirib olish xavfi bu linzalarda juda ham minimal, juda ham past hisoblanadi. Ertalab turish bilan qo'yiladi. Turishi bilan linzalarni yechib qo'yishadi va o'zlarining ko'zlari bilan bemalol 100% ko'rib yurishadi. Ko'rishlari mumkin bo'ladi. Necha kunda natijalar ola boshlaysiz? Bu linzalar taqqandan keyin bu natija 100% lik natijaga erishish minusi darajasiga bog'liq. Past darajali minuslarda patsientlarning o'sha ertasi kuniyoq 100% zreniya bilan kelishadi. Minus qancha yuqori bo'lsa, bu maksimal effektga erishish vaqti ham cho'zilib boradi. Masalan, bu keltirgan misolimizda -9 lik patsientimiz 2 haftada 100% natijaga erishdi. Chunki u juda ham yuqori darajali bo'lgan. Shuning uchun ham. Lekin 2 haftada 100% ko'rish, ya'ni 4% dan 100% ga ko'rishni ko'tarilishini o'zingiz tasavvur qilayotgan bo'lsangiz kerak. Inson yorug' dunyoga qaytib keldi u. Ya'ni butun dunyoni o'zini ranglari bilan chiroyli qilib ko'ra boshladi bu inson. Buni o'zingiz tasavvur qilish qiyin albatta, lekin bu haqiqat. Bo'lib hamki hech qanaqa xirurgiyasiz, operatsiya, hech qanaqa jarrohliksiz, operatsiyasiz hamma narsa joyiga keldi. Shuning uchun aslida mana shunday metodlarni chiqishi juda ko'p hollarda bemorlarimizni hayot tarzini o'zgarishiga, professiyasini tanlashiga, hayotda qanaqadir bir yutuqlarga erishishiga katta sabab bo'ladigan bir omil. Savollar berishadi. Yuqori darajali minuslarda qo'yish mumkinmi bu linzalarni? Aytaylik -11, 12 lik bemorlarimiz bor. Yo'q, bu linzalar, tungi linzalar -11, 12 lik bemorlarimizga tushmaydi, lekin bu degani ular bir-bir ochkida qolishdi degani emas. Ularga boshqacharoq linzalarimiz bilan, ya'ni skleral linzalarimiz bilan ham yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Skleral linzalarimiz ham gaz o'tkazuvchi materialdan tayyorlanadi, ko'z uchun mutlaqo xavfsiz hisoblanadi. Bu linzalarga o'zi ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalari mavjud. Qarshi ko'rsatmalar shu ko'zda surunkali yallig'lanish kasalliklarining bo'lishi, tez-tez allergik konjektivit bo'lib turishi, ko'zni juda kuchli sezuvchanligining kuchli bo'lishi, qandli diabet bo'lishi, ko'z ichi bosimining oshishi, glukoma ya'ni kasalligi bo'lishi va bir qancha boshqa qarshi ko'rsatmalar ham mavjud. Lekin bularni aniqlash uchun avvalo o'zimiz bemorni ko'rishimiz kerak. Va shu qarshi ko'rsatmalarni hisobga olgan holatda bemorlarga bu linzalar tavsiya qilinadi. Yana bir bemorimiz so'raganlar, homiladorlarga mumkinmi deb. Homiladorlik bu linza taqish uchun qarshi ko'rsatma hisoblanmaydi. Bemalol taqsa bo'ladi. Umuman bu linzalarga miopiyani kelib chiqishini hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni bu orttirilgan miopiyami yoki bu tug'ma miopiyami farqi yo'q. Umuman miopiya bormi? Miopiyani to'g'rilash kerakmi? Agar ko'zi o'zida qanaqadir qarshi ko'rsatma bo'lsa, bemalol bu linzalarni ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bemorlarimiz so'rashadi, bu linza taqqanda ko'zda og'riq bo'lmaydimi, og'ritmaydimi ko'zni deb so'rashadi. Agar to'g'ri tadbir qilingan, to'g'ri tanlangan linza bo'lsa,
ko'zda hech qanaqa og'riq, hech qanaqa qichishish yoki qizarish bo'lmaydi. Linzalarni har kuni qo'yish bilan bola uxlashga yotishi kerak. Ertalab turishi bilan linzani olib qo'yish kerak. Linzani taqib bola yurishi kerak emas. Agarda ma'lum bir sabablarga ko'ra bolaga shu taqish esdan chiqib qoldimi yoki bir ma'lum sharoitga qarab qo'ya olmadimi o'sha, demak, bu linzani ta'siri 48 soat davom etadi. Ya'ni bir kundan keyin albatta qo'yish kerak. Qo'ysa, demak, o'sha ko'rish qobiliyati davom etib ketaveradi, yaxshilangan zreniyasi. Lekin 48 soatdan oshib ketsa, albatta yana ko'rish holati eski holatiga qaytib kelib qolishi mumkin. Bu linzalarni bilan foydalanish muddati 1 yil. Demak, shu tanlangandan keyin 1 yilgacha mana shu linzalar bilan yuradi va uni ma'lum bir paytgacha agarda qanaqadir bir savollar bo'lsa, bemalol kelib shifokorga murojaat qilishi mumkin. 1 yildan keyin esa albatta u tekshiruvga kelishi kerak. Yana boshqatdan ko'z tekshiriladi. Ya'ni ana shu miopiyani o'smaganligiga va ko'zini holatining yaxshiligiga iqror bo'lgandan keyin yana boshqatdan ana o'sha linza yasab beriladi shu aynan shu bemor uchun va har yili bir marta almashtirib turadi. Va albatta vaqtdan yutqizib qo'ymasligi uchun mana shunday bemorlarga klinikamizda 50% chegirma e'lon qilganmiz tekshiruvlarga. Bemalol kelib mana shu chegirmalardan foydalaninglar. Linza qo'yilgandan keyin bola albatta uxlashga yotish kerak. U yurishi kerak emas. Va linzalar uxlayotgan paytida ko'zini qimirlatganda siljib ketadi yoki chiqib ketadi degan shubhalar noo'rin. Linza hech qayerga siljmaydi. Linzalarimizning narxi albatta o'zimizda chiqarilayotgan bo'lgani uchun nisbatan ancha kamaygan va bu nafaqat linzalarning narxi, ya'ni bu bemor 1 yil davomida bemalol mana shu klinikaga kelib, o'sha bir marta to'lagan to'lovi bilan bepul tekshiruvlardan o'tib turadi. Va albatta bu juda ham o'sha bemor uchun juda ham yaxshi investitsiya. Birinchidan ota-ona bolasini kelajakdagi bo'ladigan nogironligini oldini olishga bu investitsiya. Ikkinchidan bolani kelajagida kim bo'lishiga va o'zini kasb tanlashiga, umuman hayot tarzini butunlay boshqacha bo'lishiga investitsiya. Qolaversa, bu juda ham katta baho emas. Ba'zilar yozibdi $800 ekan, $700 ekan. Unaqa baho emas. Albatta siz klinikamizga murojaat qilib tekshiruvdan o'tganlaringizdan keyin biz uni sizlarga tekshirib ko'rib, uni baholarini aniqlaysizlar. Mana shu 1 yillik tekshiruvni ichiga mujassamlagan holatda va bu tekshiruvlar hammasi sizga bepul o'tkaziladi 1 yil davomida. Mana ko'p savol berishadi, nimaga buni optikalardan sotib olib bo'lmaydi? Nimaga optikalarda yo'q degan. Azizlar, bir narsani sizlar aniq tushunib o'zingizlarga bilib olinglarki, nimaga bu o'z oti bilan smart, ya'ni aqlli linzalar. Birinchidan bu linzalar mana shu bolani aniq tekshirib, shoh pardasini tekshirgandan keyingina tanlanadi. Shoh pardadagi o'zgarish ham xuddi bizni barmoq izimizdagi barmoq izini individual, ya'ni har bir inson uchun qaytalanib bo'lmaydigan holati xuddi shoh pardada ham xuddi shunaqa. Ya'ni har bir shoh parda har bir bemorniki o'ziga butunlay individual holatda bo'ladi. Demak, uni kimnidir linzasini tanlab yasalganini siz optikadan sotib ola olmaysiz. Bolani ko'zini hamma tekshiruv holatlari ana o'sha kompyuterga kirgizilgandan keyin bu искусственный intellekt deymiz, sun'iy intellekt o'zi bu narsani aynan shu bola uchun yasab beradi 24 soat ichida. Shuning uchun ham bu aqlli linza va shuning uchun ham u oddiy linzalar qila olmaydigan vazifalarni bajarib bera oladi. Shuning uchun ham buni faqat klinikada tekshiruvlardan o'tib, aynan mana shu bolani o'zini ko'zini holatini aniqlab yasalgan linzagina yordam bera oladi. Bemorlarimizga bir qiziq holatda gapirib beraman har doim. Doim misol keltiraman, Spider-Man O'rgimchak odam kinosini ko'rganmisiz? Chunki Spider-Man ertalab turib ochkisini taqsa o'ziga tushmay qoladi-ku. Tungi linza taqqan patsientlarimizda ham xuddi shu holat sodir bo'ladi. Kechqurun linza taqib uxlaydi, ertalab tursa o'zini ko'zi bilan yorqin, zo'r ko'rayotgan bo'ladi. Ochkisini taqsa tushmay qoladi.
Bu juda ham bu boshqacha emotsiya bo'ladi bu. Bundan qo'rqish kerak emas, bu ko'rish o'tkirligini yaxshilanayotganini belgisi hisoblanadi. Mana shu Darxon filialimizda DMC klinikasini juda yutuqlari katta, chunki agarda linza o'zi mana shu o'sishni to'xtatishni bir 85%gacha ta'minlab berishiga kafolat bersa, bularning natijalari 100%gacha. Lekin qanaqa qilib buni erishayotganini hozir mana o'zlari aytib beradilar sizlarga. To'g'ri aytdingiz. Tungi linzalarning ta'siri, ya'ni miopiyani o'sishini to'xtatish effekti 80-85%. Lekin biz bunga kombinatsiya qilib vision terapiya metodlarini ham qo'llaymiz. Mana shu metod orqali 100% natijaga erishib kelyapmiz. Bu nima o'zi? Vision terapiya nima? O'zi bolalarda minusini o'sishiga asosiy sabablardan biri ko'zdagi akkomodatsion buzilishlar, konvergension buzilishlarni ham o'z vaqtida aniqlanmay, ular lecheniyasiz qolib ketishi. Aynan vision terapiya orqali ko'zdagi mana shunaqa slabость akkomodatsiya, spazm akkomodatsiya, pina holatlari, astenopiya, konvergension buzilishlar, g'ilaylik kabi kasalliklarni va funksional buzilishlarni biz vision terapiya metodlari orqali har xil apparatlar va o'zini maxsus priborlar yordamida, mashg'ulotlar yordamida hech qanaqa og'riqsiz, hech qanaqa dorilarsiz, ukollarsiz o'yin ko'rinishida olib boramiz. Va bu ikkita metodni birga kombinatsiya qilganimizda, o'tganingizda 100% natijaga erishib kelmoqdamiz. Shu narsani men qo'shib chiqib ketishim kerakki, bundan bir necha yil oldin biz mana shuni aynan vision terapiyani mutaxassisini chet eldan taklif qilib, bir 5 ta mutaxassisni shifokorlarimizni o'qitgandik. Afsus, bu hayot albatta kimnidir qo'ldan keladi, kimnidir qo'ldan kelmaydi. Mana shu 5 kishidan aynan faqatgina Sherzod Valijonovichgina mana shu metodikani qo'llab rivojlantirib mana shunaqa zo'r natijalarga erishyaptilar. Nimaga? Chunki bu judayam muammoli, juda murakkab terapiya. Chunki bu qanaqadir bir dorilar bilan yoki bir qanaqadir bitta apparat bilan qilinmaydi. Ya'ni bunga sabr, toqati kerak, aynan shifokori bilimi kerak. Va mana shunday bemorlar bilan mana bizda bolalarimiz diqqatini yetishmovchiligi degan sindrom DVS deymiz, sindrom defitsita vнимания degan bolalarimiz bor. Mana shu bolalarda ham shunaqa natijalarga erishyaptilar, chunki soatlab shug'ullanish kerak bu bemorlar bilan. Mana shuni mana shu aynan Darxon filialimizda mana shunday ba'zi g'ilaylikni ham pastroq darajalarida 10-15 graduslik kichikroq g'ilaylikning darajalarida ham hech qanaqa operatsiya, hech narsasi shunaqa natijalarga erishyaptilar. Undan tashqari mana shu spazm akkomodatsiya yoki juda ko'p boshqa ko'zdagi bo'lgan muammolarni ham, muammoli bolalarda ham o'rta keratologiyaga shu narsani qo'shish natijasida natija zo'r bo'lyapti. Demak, hozirgi kunda Sherzod Valijonovich O'zbekistonda vision terapiyani yagona mutaxassis hisoblanadilar. Shuning uchun sizlarning bolalaringizda ham agar qanaqadir shunaqa muammolari bo'lsa, bemalol mana Darxon filialimizga murojaat qilishlari mumkin. Darxon filialimiz bizni juda ham lokatsiyasi ham hammasi juda qulay, shahar o'rtasida joylashgan. Ya'ni bu Basri Baba kafesining yonida va Hamid Olimjon maydoniga yaqin joyda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Call centrimizga murojaat qilib yozilishingiz mumkin bilan tekshiruvlarga. Bu shifokorimiz nafaqat chaqirilgan mutaxassislar, ya'ni Shveysariyada ham o'zlarining malakalarini oshirib kelganlar. Ba'zi bemorlarimiz so'rashadi, bu linzada necha soat uxlash kerak? Masalan, 8 soat emas, kamroq uxlasam bo'ladimi deb so'rashadi. Bu linzani o'zini taqish tartibi, qonun qoidasi, o'zini gigiyenasi, o'zini tartiblari bor, rejimi bor. Mana shu rejimga rioya qilsagina bu linza keyin ko'zda ishlashni boshlaydi. Lekin u kam uxlaydigan bemorlarimiz uyqusini kamligini nima uchun uyqu kam uxlaydi, shuni aniqlab olish kerak. O'z navbatida bu qo'shni mutaxassislarni ham jalb qilishga to'g'ri keladi. Somnolog, nevropatolog kabi endokrinolog kabi mutaxassislar bilan maslahatlashish kerak. Balki u bemorimizda qanaqadir gormonal o'zgarishlar bo'layotgandir. Balki shuning uchun uyqusi yaxshi emasdir. Buni aniqlab olish kerak bo'ladi. Albatta bu kattalarga. Bolalar yaxshi uxlaydi. Aynan bolalar, o'smirlarda bunaqangi muammo yo'q. Yana ota-onalarimiz xursand bo'lishadiki, bu linzani taqqanimdan keyin bolam rejimga tushib qoldi. Har kuni 10 da uxlab, 6 da turadigan bo'ldi deb juda ham mamnun bo'lishadi shundan. Ana buni turgan bitgani foyda bu linzalarni.
Aynan mana shu o'rta gerontologiya bilan O'zbekistonda birinchi bo'lib biz 19-yildan boshlab shug'ullanganmiz va hozirgi kunga kelib biz 3,5 mingta bolada mana shu linzalarni ishlatib juda yaxshi natijalar oldik va shu yillar davomida albatta 5 ta mutaxassis ham tayyorlandi va ularni tajribasi, bilimi ham oshgan va albatta biz yana yangi hozirgi ishlab chiqargan o'zimizni linzalar bilan ham nimaga boshladik? Chunki tajriba va ekspert xulosasi bo'lgandagina bu narsani qilish mumkin va aynan DMC klinikada hozirgi kunda ham ekspert xulosasi bor va miopiyani nazorat qilish markazi 19-yilda ochilgan DMC klinikada va ana shu yildan beri 7 yildan beri biz miopiyani nazorat qilish yo'nalishida, ya'ni sentr kontroli miopiya ochilgan va shu yo'nalishda ishlab kelyapmiz va aynan bu bizda diqqat markazida va juda katta tajribaga ega shifokorlarimiz. Qayerda yaxshi qiladi yaxshi narsani o'zingizlar bilasizlar. Qayerda tajriba ko'p bo'lsa shifokorda, aynan shu joyda natija yaxshi bo'ladi. Shu uchun ham hozirgi kunda biz sizlarni aynan pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, aynan kelib DMC klinikasi tekshiruvdan o'tib 50% lik chegirmalardan foydalanib, mana shu bolangizni kelajakda ko'rishiga investitsiyangizni o'z vaqtida qilishingizni tavsiya qilamiz. Har qanday kunduzgi linzalar yoki ko'zoynaklar bolani faqat o'sha paytda ko'rishiga yordamlashishi mumkin, yaxshilab berishi mumkin. Lekin bu kasallikni to'xtatish, bu kasallikni davolashga hech qanaqa yordami yo'q. Yil davomida yana siz o'sha linzalarni ham sotib olasiz kunduzgi. Yana ko'zoynak, bolalarga juda ham noqulay ko'zoynak taqish. Bolalar har doim yoki ko'zoynakni yo'qotadi, yoki ko'zoynakni sindiradi. Ayniqsa ko'zoynak singan paytda bu jarohat olish xavfi ham yuqori. Va bir necha marta shu ko'zoynakni yana sotib olishga ham albatta mablag' ketadi. Shularni hammasini agar hisoblasangiz va eng asosiysi bolani kelajakda nogironlik bo'lishini oldini olib, miopiyani o'sishini to'xtatishni ham, davolashni ham hisobga olsangiz, aslida tungi linzalarni bahosi yo'q. Yana qanaqa savollar sizlarni qiziqtiradi mana shu yo'nalishda? Bemalol o'zingizlarning savollaringizni yozib qoldiringlar. Chunki bu bizning kelajakda oladigan videolarimiz yoki sizlarning savollaringizga javob berishda bizga yordam beradi. Shuning uchun bemalol yozinglar.